Assalomu alaykum. Sizlar uchun variator korobkasi to'g'risida ma'lumot. Bu variator korobkamizni maket hisoblanadi. Variator korobka deganda nimani tushunadi? Variator korobka deganda bu pog'onalarsiz tezlikni oshiruvchi korobka hisoblanadi. Bu korobkamiz ichida nimalar bo'ladi? Bu korobkamiz ichida ergashuvchi konus, ya'ni motor yo'lamtiruvchi konus va yetakchi konus. Bu ballonlar yo'lamtirgan konus va ikkalasini bog'lab turuvchi remen va drafga qo'yganda harakatlanishda beruvchi paket va R'ga, ya'ni zadniga qo'yganda orqaga harakatlanuvchi berib turgan paket hisoblanadi. Va uni tagida nasos bor. Nasos tagida gidravlitskiy bosimni va tezlikni boshqarib turuvchi gidroblok, ya'ni miyasi bo'ladi. Buni ishlash prinsipi qanaqa? Buni ishlash prinsipi qachon motor оборот tezlashgan sari nasos ko'p aynalgani hisobiga yog'ni bosimini, davleniyasini ergashuvchi konusga beradi va ergashuvchi konus o'zini shaklini o'zgartirib bosiladi. Bosilgan hisobiga remen tepaga chiqadi va bu remen yetakchi, ya'ni ballonlar ulangan konusga beradi. Bu konus davleniya kelgan sari kattalashadi va remen ichkari qarab kiradi. Shuni hisobiga bu kattalashadi, bu kichkinalashadi. Shunda motordan kirayotgan aynalash bunda bitta bo'ladi. Bunda kichkinalashgan hisobida aynalish ko'payib, bunda 5 barobar ko'p bo'ladi. Shuni hisobiga mashina tezlashadi. Qachon siz gazni tashlaganingizda nasos yana kam davleniya bergani hisobiga ergashuvchi konus, ya'ni motorga bog'lanib turgan konus, shuni hisobiga bu yana o'zini asl joyiga qaytishni boshlaydi. Asl joyiga qaytishni boshlagan hisobiga hozir kichkina turib bu konus, bu bitta aynalsa, bu yarimtadan. Shuni hisobiga оборот sekin-sekinlashadi. Bu korobka ishlash prinsipi xuddi shunaqa.